Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birgalikda Zikring Jut modelini to ulanishidan boshlab ishlatilishigacha obzor qilib beramiz. Unpacking ko'ramiz. Ayollar uchun Zikring Jut modeli. Xo'p, ichidan ko'rishingiz mumkin. Maxsus tilak. Bundan tashqari Zikring Jut modeli tasbih, ya'ni golovkasi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli ishlangan. Bundan tashqari maxsus case. Bu case o'zida zaryad oladi. Dizaynni ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli ishlangan. Korobkaning ichida ko'rishingiz mumkin, razmer almashtirish uchun xuddi shunaqa maxsus jihoz chiqadi. Undan tashqari 3 xil rang. Ya'ni siz kimgadir hadya qilmoqchi bo'lsangiz tasbihni bemalol qo'rqmasdan hadya qilsangiz bo'ladi. Chunki hamma razmerlar bitta korobkaning ichidan chiqadi. Xo'p, ana endi tasbih o'rnatilish jarayoni. Ko'rishingiz mumkin, tasbih ust tarafini olib kelib bitta bossanglar bo'ldi. Tasbih tayyor. Tasbih razmerini o'zgartirish juda ham oson. Ko'rishingiz mumkin. Xuddi shu qurilmani mana bu joyda chiqib turgan joy bor o'zi. O'sha yerga mana shu orqasidagi qora joyni to'g'irlab bitta harakat qilasizlar, uzib kechildi. Zikring tasbihlarini telefonga ulash uchun xuddi shu joyda QR kod mavjud. U yerda iOS uchun ham bor, Android uchun ham bor. Skaner qilasiz va programmani ko'chirib olasiz telefoningizga. Tasbih telefonga ulash juda ham oson. Ko'rishingiz mumkin, shu joyda добавить устройство qilib skaner qilasizlar, ya'ni tasbih orqa tarafini skaner qilasizlar. Shunda tasbih sizlarga ulanadi. Ulaganingizdan keyin program orqali sizlar xuddi shu joyda tasbihning barcha funksiyalari ochiladi. Ko'rishingiz mumkin, tasbihda qanaqa funksiyalar bor. Birinchi navbatda zikr etayotganingiz tasbihda ham ko'rinib turadi. Masalan, mana 12, 13, 14 bu ham birga sanaydi. Keyin bu yerda ko'rsangiz bo'ladi, statistikasi bor. Qancha tasbih etgansizlar. Ya'ni doimiy sizlarda oylik qancha etilgani haqida statistika turadi. Bundan tashqari, bu tindan tasbih bor, ya'ni bo'lma degani. Bu degani sizlar xohlagan tasbihlarni bu yerda etishingiz mumkin. Misol uchun, duolarning o'zi spiskasi bor, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Juda ham ko'p duolar bor. Ya'ni zikrlar bor. Zikr bittasini tanlaysizlar va o'sha etishni boshlaysizlar. Nechta etmoqchisizlar misol uchun? 100 ta yoki 1000 ta. Tanlashingiz bilan etish boshlanadi va bu yerda yozilish boshlaydi. Bu yerda ham xuddi shu narsa, ya'ni statistika mavjud. Undan tashqari sizlarda shagometri va kaloriya o'lchab turadi. Aynan Zikring Jut modeli. Yana bitta yaxshi tarafi, bir xil tasbih bunaqa ishlatadi. Bir xillar bunaqasi taqishni yaxshi ko'radi. Shuning uchun ham mana shu joy bor. Ya'ni power ekrani bor. Ko'rishingiz mumkin, o'zingizga qarab ekranni to'g'rilab olsangiz bo'ladi tasbih. Undan tashqari, tasbih yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz, topish funksiyasi ham bor. Vibratsiya orqali topsangiz bo'ladi tasbih. Qaranglar vibratsiyasi qanaqa kuchliligini. Topgandan keyin bemalol o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Keyin yana bitta zo'r funksiyasi bor buni. Sizlarga zikrlarni eslatib boradi. Ya'ni bu yerda ko'rishingiz mumkin, nechidan boshlab eslatsin. Soat 9 dan menga eslatish boshlasin, soat 8 gacha. Qancha vaqt davomida, qancha minut davomida. Misol uchun, har 15 minutda menga zikr eslatib tursin. Bu funksiya juda ham yaxshi funksiya, ya'ni sizlar umuman zikrsiz qolib ketib qolmaysizlar. Doimiy sizlarga zikrlarni eslatib boradi. Tasbih undan tashqari zo'r funksiyasi bor. Настройка bo'lmay kirasizlar va bu yerda домашний страницаga bossanglar, ko'rishingiz mumkin, bu yerda обратный отчет до времени молитвы degan joy bor. Bu yerda sizlarga namoz vaqtini eslatib turadi, ya'ni asrga shuncha vaqt qoldi eslatib turadi. Buni xohlaganingizga tanlab qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasanglar ekran bunaqa turadi. Xohlasanglar bunaqa. Yana bitta yaxshi tarafi, agar kimgadir hadya qilmoqchi bo'lsangiz tasbihni xuddi shu joydan uzib qo'yishingiz kerak va undan keyin hadya qilsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda Zikring tasbihlari butun Yevropada, hattoki Saudiya Arabistonida ham ommalashib bormoqda. Zikring Jut tasbihlarini hozirgi kunda 5 xil rangi mavjud va bularni xarid qilish uchun bizni hamkorlar bilan bog'lanishingiz mumkin. Bunaqangi foydali obzorlarni o'tkazib olmaslik uchun iQibla Central Asia kanaliga obuna bo'lib qo'ying.